Ukraina Flamingo raketalari bilan Rossiya hududiga zarba berdi. Jizzaxda attraksion qulab tushdi, jarohatlanganlar bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi qonunni imzoladi. Andijonda tibbiyot birlashmasining 4 xodimi zaharlanib vafot etdi. Ukraina Flamingo raketalari bilan Rossiya hududiga zarba berdi. Ukraina 10-iyunga o'tar kechasi dron va raketalar orqali Rossiyadagi nishonlar bo'ylab yopirilma zarba yo'lladi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligiga ko'ra, Rossiyaning 19 ta regioni va anneksiya qilingan Qrim hududida dronlar urib tushirilgan. Ural federal okrugining barcha 6 ta regionida va urush boshidan buyon ilk marta Omsk viloyatida ham havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangragan. Cheboksarga raketa hujumi amalga oshirildi deb xabar berdi Chuvashiya rahbari Oleg Nikolayev. Uning so'zlariga ko'ra 3 kishi yaralangan. Shundan ikkitasining ahvoli o'rta darajada og'irlikda, uchinchisining jarohati yengil. Astra Telegram kanali zarba berilgan joyda olingan foto va videolarni o'rgangan holda hujum nishoni Venier Progress korxonasi bo'lganini ma'lum qilgan. Bu zavodda dronlar, shuningdek qanotli va ballistik raketalar uchun Kometa navigatsiya modullari ishlab chiqariladi. Ushbu korxona oldin ham hujumga uchragan. Bu yerga 2025-yil noyabrida va 2026-yilning may oyida zarba berilgandi. Samara oblastida ham Ukraina dronlari hujumi oqibatida 3 kishi yaralandi. Region rahbari Vyacheslav Fedorishchevga ko'ra, bir necha sanoat korxonalarida shikastlanishlar qayd etilgan, ammo tafsilotlar keltirilmagan. Astra nashri yozishicha, hujum oqibatida Rosneftga tegishli hisoblangan Kuybeshev neftni qayta ishlash zavodi yonib ketgan. Bu Volga bo'yidagi yetakchi neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, u eng yuqori ekologik standartlarga ega benzin va dizel yoqilg'isi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Vladimir oblasti gubernatori Aleksandr Avdiyev esa Ukraina dronlari zarbasi oqibatida Kamishkovskiy va Aleksandrovskiy okrugidagi 2 obyektda, ya'ni Avdiyev bular aynan qanday obyektlarga ekaniga aniqlik kiritilmagan. O'sha yerda yong'in chiqqani haqida xabar bergan. Jabrlanganlar yo'q. Astra va ukrainlarning Yexlinova Plus Telegram kanali yozishicha, bu hududlarda Ftorova va Lobkova neft haydash stansiyalarida hujumga uchragan. Ular Transneft tuzilmasi tarkibiga kiradi va boshqa hududlar qatori Moskva oblastiga ham yoqilg'i yetkazib beradi. Volodimir Zelenskiy o'z chiqishida Ukraina Rossiya harbiy obyektlari va neft sanoatiga qarshi uzoq masofali sanksiyalarni qo'llashda davom etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Cheboksarga Ukrainaning FP5, ya'ni Flamingo rusumli raketalari uchib borgan. Cheboksardan Ukraina chegarasigacha bo'lgan masofa to'g'ri chiziq bo'ylab kamida 1000 kilometrni tashkil etadi. Samara oblastidagi Kuybeshev neftni qayta ishlash zavodi hamda Vladimir oblastidagi 2 ta neft infratuzilma obyektiga zarba berilgan, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Rossiya Mudofaa vazirligi xabarida keltirilishicha, kun davomida havo hujumidan mudofaa kuchlari Flamingo rusumli 4 ta qanotli raketa hamda 766 ta dronni urib tushirgan. Jizzaxda attraksion qulab tushdi, jarohatlanganlar bor. Jizzax shahridagi istirohat bog'ida attraksion sinib ketishi oqibatida 4 kishi jarohatlandi. Bu haqda Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizlik qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat qo'mitaning Jizzax viloyati hududiy bo'limi mas'ul xodimlar tomonidan o'rganilgan. Holat 10-iyun kuni taxminan kech soat 22 lar atrofida Jizzax shahar O'rda ekologik madaniyat va istirohat bog'idagi Niyatjon Niyati MCJga qarashli 2019-yilda ishlab chiqarilgan Bashniya Padiniya nomli 16 o'rindiqli attraksionda sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida jami 4 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqea oqibatida o'lim holati qayd etilmagan. Qo'shimcha qilinishicha, mazkur attraksionda navbatdagi texnik ko'rik 2025-yil 5-noyabrda o'tkazilgan. Hozirda mutasaddi mas'ul organlar tomonidan tergovga qadar dastlabki o'rganish va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi qonunni imzoladi. Qonunga muvofiq Rossiya manfaatlariga qarshi deb baholanishi mumkin bo'lgan ayrim ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha chet elda yashayotgan fuqarolarning mol-mulkiga xatlov qo'yilishi mumkin. Hujjatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 10 dan ortiq moddalarini nazarda tutilgan. Ular qatorida xorijiy agent faoliyatini tartibini buzish, ekstremistik materiallarni tarqatish, ommaviy axborot vositalari orqali yolg'on ma'lumot tarqatish, noxush tashkilotlar
faoliyatiga ishtirok etish, Rossiya armiyasini obro'sizlantirish kabi moddalar bor. Qonunga ko'ra mol-mulkni xatlash ma'muriy jarimani ta'minlash chorasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Bunda xatlanayotgan mol-mulk qiymati jarima miqdori bilan cheklanmaydi. Shuningdek, mol-mulkka nisbatan xatlov yakuniy sud qarori chiqmasidan oldin ham qo'yilishi mumkin. Sudya tegishli iltimosnomani ro'yxatga olinganidan keyingi kundan kechiktirmay ko'rib chiqishi lozim. Bu jarayonda mol-mulk egasini oldindan xabardor qilish talab etilmaydi. Mazkur chora mol-mulkni tasarruf etish huquqini cheklashni anglatadi. Ya'ni mulk egasi uni sotish, hadya qilish yoki boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Qonun 2026-yil 1-sentyabrdan rasman kuchga kiradi. Andijonda tibbiyot birlashmasining 4 xodimi zaharlanib vafot etdi. 10-iyun kuni Andijon viloyatining Marhamat tumanida joylashgan tibbiyot birlashmasi hududida 4 xodim bunkerdagi gazdan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Qalampir o'zga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, birlashma xodimlari oqova va chiqindi suvlarini to'planadigan bunkerni tozalash va ta'mirlash maqsadida uning ichiga tushgan hamda shu vaqt ichkarida zaharli gaz ta'sirida hushini yo'qotib, suyuq chiqindi ichiga tushib ketgan hamda voqea joyida vafot etgan. Hodisa haqida tuman tibbiyot birlashmasi shifokori tomonidan 102 qisqa raqamiga xabar berilgan. Tezkor qutqaruv xizmatlari yetib kelib, barchaning jasadlarini bunker ichidan olib chiqqan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumlarda vodorod sulfid gazidan o'tkir zaharlanish, o'pka emfizemasi hamda nafas yo'llarining suyuqlik bilan to'silishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiyasi aniqlangan. Hodisa yuzasidan Marhamat tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi, ya'ni mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Marhumlar 1989, 1969, 1972 va 1967-yillarda tug'ilgan Marhamat tumani fuqarolari bo'lib, ular turli lavozimlarda tibbiyot birlashmasida ishlagan. Hozirda barcha holat bo'yicha tergov va qo'shimcha ekspertizalar davom etmoqda. Dog'istonda gaz quvuri portladi. Dog'istonning Qizilyurt shahridagi magistral gaz quvurida 3 ta katta portlash sodir bo'lib, yirik yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Dog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 9-iyun kuni Dog'istonning Qizilyurt shahrida Mozdok Kazimagomed magistral gaz quvurida 3 ta portlash sodir bo'lgan. Quvur Gazprom Transgaz Maxachqal'a MChJ kompaniyasiga tegishli bo'lib, portlashlardan keyin yirik yong'in boshlangan. Dog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hodisaga Qizilyurt tumanidagi Bavtug'ay va Gelbax aholi punktining oralig'idagi quvurning germetikligi buzilishi sabab bo'lgan. Portlashlardan keyingi chiqqan alanganing balandligi 15 metrgacha yetgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni 2 soatdan ortiq vaqt davomida o'chirgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, hodisa oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar yo'q. Qizilyurt shahri rahbari Said Mamatxanovning TASS agentligiga ma'lum qilishicha, Qizilyurt tumanida yashovchi qariyb 140 nafar aholi evakuatsiya qilinib, qarindoshlari uylariga joylashtirilgan. Qayd etilishicha, hodisa tufayli Qizilyurt shahri, shuningdek, Qizilyurt va Ko'mtor Qalin tumanlaridagi qator qishloqlarda yaqin 1 sutka davomida gaz ta'minoti to'xtatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Gazprom Transgaz Maxachqal'a MChJ dispetcheri aholida 3 kunlik gaz zaxirasi mavjudligi bildirgan. Ma'lumot uchun, Mozdok Kazimagomed gaz quvuri Dog'istonning bir qator tumanlarini gaz bilan ta'minlaydi. Shuningdek, u Gazprom tomonidan tabiiy gazni janubiy yo'nalishga, jumladan Ozarbayjonga yetkazib berish uchun ham foydalanadi.